Ders göründü mü? Ma göremedik o. Başlığa göründü, başlığa göründü ama sizler gözümle başla. Emdik göründü, emdik göründü. Göründü olsa da göründü. Göründü. Sana en baş sözlükünü günüt ütendik. Dersken hoşuna bu bir devamlaştıralım. Miadet şu sözlükünü öğrenmeli dersini bir katımı günüp onu kendi sözlükü günütüm. Şu bazı sözlükünü bir katımı günütüp onu kendi tekstini görüttüm. Yani sözlük şirketin tekrarlandı der. Başta sözlük nügün versek olan dike. Sözlük nügün versek makkin tekstini ötken çıngız biz mi ançmuç bilaleydik emiz. Ha, buldun da hazır yanda sözlükten bir katım görütülemse. Bunun sözlükün 9'u var. Birinci sözümüzde customers deydi. Customers. Endi bu mis bilan z talaffuz qildi. Ne bo'ldi customers deb? Customers. Başla mikrofonu itidim var bulmay. Soğuk vaqtdan keyin 10 minutlik vaqtda soğuk vaqt astamı buldu. Customers degan gap, yani tamujna degan gap. Customers. Tamujna. Sen bu tamujna bilasizlar, tamujna degan. Officer degan gap, yani ishxona xizmatchisi degan gap, yani xizmatchi degan ma'noda keldi. Officer deb. Ofis degan ishxona degan gap. Officer bo'lsa ishxonada ishlaydigan odamni ko'rsatadi. Yani ishlaydigan odamlarni. Girl degan gap qizval degan gap. Qizchaq degan gap girl. Danish deydi. Danish, daniyalik degan gap. Danish desam bo'ladi. Danish. Friend degan gap do'st degan gap. Do'st, ag'ina degan. Norwegian degan gap, Norvegiyalik degan gap. Passport degan gap, pasport degan gap. Yani davlatda kimlik bo'lamiz, pasport. Brown degan bir rangni bu. Qanday rangna bu? Men rangdan chiqmaymish. Chiqilib bir jig'on chiqsak bir rang bo'lishi kerak bo'lamiz. Yo'sh rangdek Qo'ng'irroq. O rangni yoqmayman, qo'ng'ir rang bo'lsin ne bo'ldi. Men rang yoqmayman, shu 7 rang boshqa aralashib kelgan ranglarni ketmayman. Endi tourist degan gap sayohat degan gap. Buni turkchada tourist deb deyiladi o'xshab. Ayshni ismini chiqarish mumkin. Tourist degan tourist. Tourism degan gap sayohatchilik degan gap. Tourism bo'lsa. Masalan, kommunizm, kapitalizm degan zimlar emasmi? Aşındaki zimni qo'shib etsa, aşında sayohatchilik deb. Aşında shug'ullangan kasb faoliyat ko'rsatilgan. Ya'ni kommunizm degan bosh kommunizm ideyasini joriy qildirgan, aşını yashnatadigan, aşını uchun kurash qilgan, aşını o'zining dini qilgan odamlar shu kommunizmchilar bo'ldi. Customers, officer, girl, Danish, friend, Norwegian, passport, brown. Endi brown desam bo'laverdi deyman. Brown. Nima ish qilsam-da, bu brown desam, bu ingliz tilining hozirgacha eng ko'p qo'llangan 4 xil talaffuzi bor-ku. Birinchisi Angliya talaffuzi bor. Ikkinchisi Amerika talaffuzi bor. Uchinchisi ham bundan qolgan ingliz emas, ammo ingliz tilini davlat tili qilgan davlatlar bor. Masalan, Avstraliya, Kanada degandek. Aşlarınki Kanada ingliz tili, Avstraliya ingliz tili degan ingliz tili bor. Shu gaplarni bunda o'qisak, bu ba'zilik Amerikalik nimasidan anlab qolgan vaqtida voy bu xato ekan desang bo'lmaydi. Brown degan ahvollar. Mana bu brown deb beribdi. Brown. Ba'zi brown deb qo'yilgan. Hammasi to'g'ri. Brown. Tamam. Ammo sizlar qaysini yaxshi ko'rsanglar, shuni o'rgansang bo'ldingiz. Tanlab o'rganasang bo'ldingiz. Angliya talaffuzini o'rganamsizlar yoki Amerika talaffuzini yaxshi ko'ramsizlar yoki hozirda Turkiya ingliz degan bir gap chiqdi hozir. Turkiya ingliz deb. Ya'ni bu nima qilgan turk tilida ko'p nurg'ulon tillar, ya'ni nurg'ulonlikqa atalg'ular turk tilidan ingliz tilidan kirib ketdi. Masalan, tourism deydi, tourist degan nima shuni ishlatadi.
Unikine xiljiq sözlerini Ayşe nimeden işildi deyin. Türkçe İngilizceden kirgen sözler deyin. Şuna bu telaffuzmandaki de mümkünmay. Sözün gün olsanlar ma'nosini chiqarib, ma'nosini ashuni bilsang boshqa qarashtirib qolay deyin. Eğer texdim yaxshi o'rnatsanlar, o'zingni qani yaxshi ko'rsanglar talaffuzni, ya ingliz talaffuzini, ya amerika talaffuzini, Kanada ya Avstraliya. O'zingni xohlagan davlatga, qaysi davlatnikini chiqmoqchi bo'lsanglar, qaysi davlatga bekrak talaffuzni o'rganmoqchi bo'lsanglar, shunikini o'rgansanglar bo'laveradi. 15-dersinde de your passport please dedi. Your passport please. Your passport please. Sizin pasportunuz. Endi please degan gap chiqirma degan gap yani. Sizin pasportunuz. Endi your passport degan your degan gap sizlarning passport degan gap pasport yani pasport. Uning ko'plik qismi qanday bo'ldi? Pasport deganlarni chiqiringlar. Bu bir odamga demakchi buni. Birmuncha odamlarga deb birlashib kelgan bir odamlarga deyapti. Your passport please dedi. Pasportlarni chiqarsan olib ekan, pasportlarni chiqaringlar xapamay degan. Ay please'ni oxiri qo'shib qo'ysanglar ba'zi millarning masalan water please sana men bir suv versangiz olib ekan degan gap. Ticket please sana men bir bilet versangiz olib ekan degan gap. Oxiri nimani please'ni qo'shib qo'ysanglar shu yozgan fe'lniki degan fe'lniki o'zi sizlarga ayda bir ishni qilib turishni o'taniganini ifodalaydi. Customs officer yani shu tamojin xizmat qiladigan odam demakchi. Customs officer. Endi girls dedi, qizlar dedi. Qizlar bilan ashlarning o'rtasida bo'lgan dialogdan boshlaymiz. Are you Swedish debdi. Are you Swedish? Are you Uyghur degan. Are you Uyghur? Sen Uyg'urmi? degan. Yana birisi davlat tabarrukni ifoda degan. Masalan, Swedish bo'lsa, shu Swedish nima degan? Shvetsiya degandek bir Shotlandiyada qilib bir degan. Are you American deymiz. Are you Turkish deymiz. Turkiya sen turkmi? Are you Chinese deb qo'ydi. Chinese deb qo'ydi. Sen junguluqmi deydi. Are you Japanese deydi. Sen yaponluqmi deydi. Endi buni agar shunda bo'lsa, sen are you deb tursa, agar siz birdan bir miyada you aşağıdaki bir ve ko'plikni ifodalayverchi. Siz, sizlar, sizlar o'zlari degan ma'noni ifodalaydi uyg'urchada. Ya'ni you degan so'zning birisi o'zi hem ko'plik ma'nolaydi, ikkinchi shaxs ko'plik, hem ikkinchi shaxsning birlik shaklini ma'nolaydi degan. Bu yerda shuni are you Swedish degan gap sen Swedishlikmi degandikin, buni no, we are not. Fakat neymiş we are not deb qo'yganda deb bilishim mumkin. Chunki ma yuzlam hem ko'plik, hem ikkinchi shaxsning hem ko'pligi, hem birlik bo'la oladi. Shunda are you Swedish? Swedishlikmi desa, no, we are not. Agar shunda bo'lsa, yes, we are deb qo'ygan. Yes, we are. No, we are not. Bu we are not'ning qisqartirilmasi balkim arkasida kelib qolishi mumkin. Aren't debchi. Aren't. Miyada to'liq musnaldi. Chunki birinchi qitimda o'rganish uchun we are not deb berdi. Balkim keyin kelgan vaqtda arni qisqart, arlar notni qisqartib aren't deb kelish mumkin. We are not. We are Danish deydi. We are Danish. Daniyelik o'xshaydi. Biz Daniyelik deymiz. Qizlar javob beribdi. Andan yana tamojin xodimi yana so'rabdi. Are you friends? Are your friends? Niyadiki are endi your friends'ninki BPS bo'lib keldi miyada. Your emas, your friends deganninki BPS bo'lib keldi degan gap. Are your friends? Danish tü. Sizning do'stlaringizmi? Sizning do'stlaringizmi bo'lsa Daniyelikmi? Deydi. Miyada tü degan gap miyada. Anaylik. No, they are not. And they degan gap ular degan gap. No, yo'q. They, ular, they. Yani
Üçüncü ekspon köplük şekli ama they are not. They aren't. Are not'dan kısaltılmışsa aren't. No, they are not. They aren't. Yani ular emas, ular danilik emas demek için. They are Norwegian. Ular bolsa nälikken Norwegian. They are Norwegian. Ular bolsa Norvegiyalık. Mesela are you Chinese? Dese no, I am not deymiz. No, I am not. I am Uyghur. Are your friends Chinese Uyghur too? Dese İngilizcede senin dostların mı Uyghur mu desinizse eğer dostlarınız Uyghur olsa yes, they are. Eğer hemiz Uyghur olmuşsa no, they are not. Ular Uyghur emas demekçi. They are Kazak yoki Qirg'iz sana bo'ladi. They are Norwegian demekdir. Endi üçüncü demek geldik. Üçüncü resim qaranglar. Your passport please dedim. Your passport please. Your passport please. Pasportlarını çıkarыңlar deyin. Pasportlarını çıkarыңlar. Pasportlarını gösteringlar. Pasportlarını beringlar deyin. Tamirni o'tgan vaqtda pasport tekshiradilar, nimaga kirish ig'izi kelgandilar. O'tish ig'izi o'tadigan kelgan. Your passports please. Pasportlarni chiqaringlar. Degan here they are. Men de deganga pasport nomberligi, pasportning hammasi ham buyurtma. Mana e'lonlar bizniki deb. Mana pasportlar degandik. Here they are. Mana degandik. Here they are degandik. Mana bu yerda. Agar to'liq sana mana bu yerda desam, agar o'rtada qisqartirsam mana degan. Pasportni chiqaringlar desa mana deb. Are these your cases? Case degan nimada oldin qatam darsi sandiqlar. Sandiqlar. Yani yeşikler yoki chamadan desam diyordu. Chamadan. 4 chasa ko'targan sandiqlarning hammasini case desam bo'lardi. Chamadan. Are bo'lsa days. Endi bu days degan bu ninki ko'pligi. Yani bular demekçi. Desninki ko'pligi. Des degan bo'lmiti. Endi days degancha bular degan gap. Endi thatninki ko'plikka chiqib qolishi mumkin birdan turib. That degan a uyt emasmi? Endi thatninki ko'plik chiqib qolishi mumkin. Mana desning ko'plik shakli days. Are days your cases dedi. Bular sizlarning sumkanglarmi, ya'ni sizlarning chamdallaringlarmi? Desa debdi. No, they aren't. No, they aren't. Yo'q, ular emas dedi. Our cases. Our deganga bizning deganga. Bizning. Biz deganda we'dan to'q, endi bizning deganda ig'rikli shaklincha our deymiz. Our cases. Bizning chamdallarimiz bo'lsa, are bo'lsa, brown degan. Qo'ng'irang dedikmi bu yerda? Qo'ng'irang, ha. Brown. Here they are. Mana bular demakchi. Mana bular. Bizning chamdallarimiz bo'lsa, brown, qo'ng'irangda mana bular. Altıncı resim qarasanglar. Are you tourists? Are you tourists? Tourist degan. Sayohatchi, tourist so'zi sizlar sayohatchilarmi? Sizlar sayohatchilarmi? Endi yes, they are. Yes, they are. Yettinchi qarasanglar, yettinchi resim to'g'ri kelgan. Are your friends tourists too? Sizlarning do'stlaringlarmi to'g'ri? Ya'ni sayohatchimi? Isnati yes, they are. Yes, they are. Ha, ularmi shu. That's fine. That's fine. Thank you very much. That's fine degan gap. Yaxshi. O zaman bo'ldi, o zaman yaxshi degan. That's degan gap. Yaxshi deymiz endi. Ha, yaxshi o zaman. Yo'q, men deb turibman. Sizning do'stlaringlarmi sayohatchimi desa, ularmi shu degan ekan. Hamsi yaxshi. Tamam. Rahmat hamsi degan gap. Yani bu deganlik, yani that's fine degan gap, chamdallarni tekshirib, pasportlarni tekshirib qilib qo'ygandan keyin that's fine dedi. Hamma şeylikki o'ngishli bo'ldi. Ya'ni hammish joyida o'sganlar bo'ldi deganlikni ifodalaydi. That's fine dedi. Kirsanglar bo'ldi deganlik. Pasportni oldi, chamdallarni tekshirdi, qilgandan keyin endi maqsanglar bo'ldi deganlik. That's fine. Hammish joyida. Finding it yaxshi, obdan bilan degan. Thank you very much.
Nihoyat rahmat aytaman. Ko'pdan ko'p rahmat. Ko'plik shakllarni aylantirishda ingliz tilida ko'plik shaklini aylantirishning bir necha qoidasi bor. Men hozir bir so'zlab o'taman. Keyin balkim chiqqan vaqtda texnik tafsiriy so'zlashimiz mumkin. Hozir so'zlaydiganimiz ismlarniki ko'plik shaklini yasashning 4 xil usulini deb o'tab ketaman. Agar xotirlab olsanglar, shuni xotirlab olsanglar. İngliz tilida ismlarning ko'plik shaklini yasashda ba'zi ismlarning keyiniga s qo'shimchasi qo'shish orqali yasaladi. S qo'shimchasi qo'shish orqali yasaladi. Buni qanday vaqtida s qo'shimiz deganda eng oxirdagi so'z es, ya'ni o, x, ya'ni ch, sh bilan oxirlashgan ismlarni ko'plikka aylantirgan vaqtda oxirisiga bevosita sni qo'shsang bo'ladi. Masalan, book. Yana ba'zi so'zlar bor. Ya'ni kitob degan book degan kitob degan. Endi friend degancha friend this. Aslında ko'pincha mutlaq ko'p sondagi ismlarniki keyingi s qo'shish orqali aylantirgani bo'ldi. Yana ba'zi bir qism so'zlar bor. Bularning oxirgi harfi, ya'ni so'zning oxirgi harfi y harfi, ya'ni y harfini bilsanglar, y harfi, y harfi. W, X, Y, Z degan oxir harflarni degan vaqtda y harfi ne ko'plik va y harfi bilan oxirlashgan so'zlar bor. So'zlarning ko'plikni yasash uchun qanday qilamiz degan vaqtda y-ni ya'ni ayga aylantirib o'tib oxirgi es qo'shamiz. Y-ni ayga aylantiramiz. Uning keyin es qo'shsang bo'ladi degan gap. Endi yana bir xil shakl ko'rsanglar, oxirgi harfi F harfi. Yana bo'lsa yana birisi F harfi bilan oxirlashganlarga cho'lsanglar, F'ni ne V es azlashtirishlar. V es aylanadi. Masalan, wife degangi ayol degangi xotun degangi kavatga wife degangi F var emasmi? Ashning ayollar, xotinlar demoqchi bo'lsanglar, wives deb. Ashadagi ashadagi V, ya'ni W emas, yana bir V bor-ku. V andan es ga aylanib ketadi degan gap. Eng oxirida nima hech qanday bir boshqa hozir so'zlanmaganlardan boshqalar, masalan D, T, K harflardan oxirlashgan, shunda o'xshash harflardan oxirlashgan odatdagilarga s qo'shimcha qo'sh orqali yasaladi. Masalan, mana bunda friend deganning oxirida nima bor? D harfi bor. Buningga bevosita s ni qo'shsang bo'ladi degan gap. Friend. Taurus degan T bor. Bunga bevosita nima qo'shsaq bo'laveradi degan gap. Endi case deganning oxirida i bor. Buningga yana s ni qo'shsang bo'ladi. Two cases. Ammo o'qigan vaqtingda cases demaymiz buni. Nimaga zig'mal talaffuzini cases. Ya'ni z talaffuz qilinadi. Hozir men desam s chiqib ketganini bilan amaliyotda cases deb z talaffuz qilindi ama ashunday diqqat qilyapman. Ismlarning ko'pligini yasashni yana qayta hozir yana ko'ramiz boshqa. Are you Boshirun? Debdi Boshirun. Siz ma debdi. Bundan debdi qolganlarni are you Uyghur, are you Turkish, are you Chinese, are you Russian, are you Japanese? Maryam. Devasak bo'laverdi. Maryam. Nima mikrofoningizni itiyorsangiz yaxshi. Xo'p, yaxshi to'g'ri. 16-darsga kelsak, 16 darsning so'zligidan bu yerda 8 so'z bor ekan. Russian degan gap Rossiyalik degan gap, Russia degan gap. Russian bo'lsa Rossiyalik bo'lgan gap. Dutch degan ana bu Belgiumkina bu.
Daisies degan gap distinki, yani ko'plik shaklida meyada ko'rsatib turibdi mana. Red degan gap qizil degan gap, red, qizil. Gray degan gap, bu qanday rangmi? Gray degan gap, gray degan gap. Yellow degan gap sariq rang degan gap, black degan gap qora rang degan gap, orange degan gap apelsin rangi degan gap. Apelsin rangi. Apelsin nima orange deymiz-ku? Orange. Rangimi orange, aşı orange rang. O'xshash ekan. Mana bunga are you qara o'sha are you deganga mushaga aşı davlat tavallikni qo'yaver sana bo'laver degan, millat tavallikni qo'ysana bo'laver degan gap, har qanday ismni qo'ysana bo'laver degan. Mesela are you man desa, adammisan degandek. Are you student? Sen o'quvchimi? Are you Japanese? Sen yaponlikmi? Are you mad deganni sifatlarni qo'ysana bo'lganga. Are you mad? Sen sarangmi? Are you beautiful? Sen chiroyliqmi? Are you tall? Sen egizmi degandek-ku. Ismlarni sifatlarni qo'yaversangiz chiqaver degan. Sen undanmi, sen bundanmi degandek. And are you English? Sen inglizmi? Are you Russian? Sen rossiyalikmi? Are you American? Sen amerikalikmi? Are you Dutch? Sen bu Dutchni yo'q. Tag'in Dutchning xitoychisini ko'ryapsanmi? Men xitoycha mancha yo'q-ku. Endi are maya ikkinchi kelgan vaqtda are these your? Are these your? What color are your? What color are your degan oldin qitim o'rganib qo'ygandik. What color are your? Qandaq rangda bo'lsa sizning degani. Qashning sizning ismlarni sifatlar nima ismlarni qo'yaversangiz bo'laveradi. What color are your dress? What color are your shoes? Shoes oyoq degan. What color are your coat? Endi chapnoz qanday rangda degan. Are these your? Are these your? Ma cümleni nerede görgende kılatsın cümleni? Bu seninmi? Is this yours? Is this your? Is this your shirt? Dep görgende ko. Şunu meydandakında are these your? Yeah. Are these your? Nunaga are these your red books? Av qızıl somkalar, bu qızıl kitaplar bolsa sizningmi? Evet. And the white shirt, red box, red degan qizil degan box degan kitaplar degan qizil kitaplar degan. White shirt, ikki ochiq white shirt, shirtning o'z ko'plik miyada. Hozir bu ma'darisda shu bevosita as qo'shilgan ko'plik shakllangan ekanmiz. Ashni hozir ko'ryapsan. Box, shirts, coats, tickets, suits, hats, passports, umbrellas, handbags, ties, dogs, pens, blouses, dresses, cars. Bular so'zlarni hammasi o'rganib olgandan endi ranglarni bu yerda desak red degan qizil rang degan gap, white oq rang, gray degan gap gray rang, yellow degan gap sariq rang, blue degan gap ko'k rang, black degan gap qora rang, white oq, black qora, green degan gap yeshil rang, orange degan gap apelsin rangi, brown degan qo'yadi degan osh rang, blue degan yana ko'k rang, yellow, green, red. O'zim bildigan ranglarni deyotdim, qolganini men bir depremga ranglarni deb influasanizda. Ko'rsam bilmayman, ammo ismini qolmayman. Shu yulg'unchi kichik rangda bir rang bo'lgan, ya'ni qumur rangda bir rang bo'lgan chiqdi. Mer bakkango. Gray. Gray degan quyisi. Kul rangmikan ustoz balki? Uchoqdan chiqqan kuldekmi? Ha, shuni rangi. Brown deganchi? O qumur rangmi bu? Ha.
Oranı manlıqmay qoşmadı ben. Ha, miyada bakim miyada ama notes on the text degan bir qarasanglar, ko'plik shaklga aylantirishninki nimalar, undan keyin o'qilishlari. Ben qaysi shaklda o'qildi degan. Yuvast s qo'shadigan shakllar bor. Dress degan, dresses degandek. Ondan es qo'shadigan shakllar. Agar oxiri s, f, tf bilan oxirlashgan bo'lsa, qo'shadigan shakllar bor ekan. Bularni ayrim bir ismlarni ko'plikka aylantirishninki inson ayrim dars bo'ldi. Davomlashtirib ketdilar. Writing exercise dedim. Bu yernikini mashq qilmaydi. Mana misolga qarasanglar, it is bo'shron Swedish deb to'g'ri? Swedish car debdi. It is men bo'shron nima qo'yamiz? Yoki o yoki n. Endi bu qanday vaqtda o olamiz, qanday vaqtda n olamiz degan miyada so'zlab o'tib ketiladi. O ag'a vaqtimizda ingliz tilida bir bashar bor. Suzuq tovush bilan suzuq tovush deb. Bu Masalan, o, e, u 5 o, u, i mana shu qismini endi qoldim ya. Ash bashar bilan kelganlari bo'lsa n oladiq. Masalan, injener deganga n olamiz. Nega qarasak Italian. ERP bağımlı yok mu? Ben ayrımçılarına imsini hep yollap buraya maniki. Hazır 5 suzuk tavuşlardan bir 5 suzuk tavuş var. Suzuk tavuşların başlangan sözlerinin hemmesiga bunun miqdar sözlerini eniqsiz artikl n keldi. Tağallarının hemmesiga ö keldi. Aş boyunca batı hazır o 5 suzuk tavuşunu unutib qoldim. O, u, i ay olamdı. A, Ustaz A, E, I, O, U. Beşgen şu. A, O, U, I, başka? A, E, I, O, U. Ayım var mıken? He. Ay mı var? Emsi manamda birincisiga i kepti go English denge, English kar denge. Bunu en alımız denge. Yani üçüncüsü şunda. Ay bilen başlanan. Beşincisi şunda. Qağallarga hemmesiga o keldi. Tegedikilerin hemmesiga o, üstüdekilerin hemmesiga en keldi. Beşer 5 sözlük tavuşdan başlanan sözlerin hemmesinin eniqsiz artiklerin miqdar sözü en ulu. En ulu. Endi qağallarning hammasiga ham ön aldi. Şu farq var endi. İkinchisi qarasanglar, buni debdi. Books red. What color are your books? Desa, our books are red. Mush bo'yicha mashq qilasak bo'ladi. What color? What color are your shirts? Our shirts are white. Bu şekilde mashq qilasak bo'ladi. Yani misollar bo'lgandan keyin buni what color are your? O'sha yo'rning keyindagi yo'rning keyingilar ismlarning ko'pligini eliyversang bo'laveradi degan. Shirts, coats, tickets, suit. Degandek. Umbrella, handbag. Ash buncha mashqni ishlayapsan bizda.
O yettinchi qilsak, how do you do? How do you do degan gap bizga ingliz tili o'rgatgan vaqtimizda biz oliy maktabdagi ishkinlik vaqtida o'rgangan shu vaqtda kurslar berib shu vaqtda how do you do deganni eng bosh tunji ko'rishga vaqt ishlatamiz deb o'tgan bizga. Hozir shu bo'yicha esimizni tutsak bo'ldi. Ama tunji ko'rishga vaqtimizda bir bilan hargiz biz bilan ko'rishib, bir bilan tunji qatim ko'rishganda hello deb ketmaysizlar endi. Hello desam nima bo'ldi endi? Biroz nima bo'lmaydi. Masalan, sizlarning birisi tunji qatim ko'rishgan bir Uyg'ur do'stlar bo'lsa, birada Uyg'ur odam bo'lsa, ey paloni deb, ey deb chaqirishlar bir xil bo'lsa ham endi. Azroq ko'ngli bir xil bo'ldi. Manda men tunimay turib, meni bunda qo'pol chaqirganday. Keyin asta munosabat yaxshilangandan keyin, do'st bo'lgandan keyin, texnik yaqin bo'lgandan hi, hello endi katta salomlashmaydigan ahvolim bo'ldi. How do you do degan vaqtda tilni ifoda qilib endi yaxshimisiz degan shu. Yaxshimisiz tunji qatim ko'rishga vaqtida ishilgan so'zdan boshlaydi. Bunda yana dialogdan bunda Jackson bilan Mr. Jackson bilan Mr. Richard'niki dialog ekan. Boshqa odamlar bormi? Bu ashkadan dialog ekan. Dialogni o'qib ko'rgansa, come degan oldin qatim ko'rib oldik. Keling degan gap. And keling and am meet ko'ring, ya'ni ko'rishing degan gap bu, ko'rishing. See degan gap ko'z bilan ko'rish. Meet degan gap bunda uchrashish bilan, uchrashmoq. Our employees. Sözlükten bir kuruyoruz zaten. Employees degan gap xodimlar degan gap. Xodimlar, ya'ni shirkat xodimlari ishlaydigan muqim xizmatchilarni employees deydi. Muqim xizmatchi bo'lsa, muqim xizmatchilar. Shirkatning muqim xizmatchilariga to'xtamliq yoki 2 yillik yoki 5 yillik yoki 10 yillik degandek. Ashuna to'xtamliq muqim xizmatchilarni employee deydi. Officer o'xsham deyapsiz. Officer degan maqsad davlat organlaridagi ishlaydiganlarni officer deb qaraymiz. Davlat ichidagi masalan pochtaxonalar, banklar bo'lsa, aslında officer deb, yani taqshlarni ashlanadi. Endi employees degan masalan shirkatning bosh direktori o'zining odamlarini tunishtirgan vaqtda bular bo'lsa bizning shirkat xodimlarimiz deydi. Shu vaqtda employees deb oladi degan. Ya'ni shirkat xodimi degan. Masalan, cho'ng shirkatlar o'zini tunishtirgan vaqtda bizning manchilik nimamiz bor, mancha employeemiz bor deydi. Bizning manchilik shirkat xodimimiz bor, manchilik ishdan sir ishlaydiganlar deb andashiladi. Bu vaqtda employees degan yosh to'xtamliq shirkatda muqim ishlayotgan odamlarni boshqa ishlayotgan odamlar u shu haftalik yoki kunlik yoki soatlik ishlayotganlarni ko'rsatadi. Employees degan maqtash to'xtamliq ishlayotgan shirkatning xodimlarini ko'rsatadi. Hard degan gap qattiq degan gap. Work degan gap xizmat degan gap. Ishlash demak. Hard degan gap qattiq, work degan ishlash. Endi bu ikkisi birga kelib hard work degan gap qattiq ishlash bo'lgan. Endi working bo'lsa, ashuni davomlashtirib qilgan degan gap. Qattiq ishlash, qattiq ishlayotgan degan gap. Qattiq ishlayotgan, qattiq tirishayotgan. Qattiq tirishayotganda ko'rinib oldi u. Qattiq ishlayotganda ko'rinib oldi. Boshliq ketil degan so'zlar. Sales degan gap, setish degan gap. Setish. Sen supermarketlarga, masalan, talla bozorlarga borsanglar, mushketlarni chaplab qo'y degan gap. Sales deb yozib qo'ygan. Sale degan gap u hamma setildi degan gap emas vaqtga. O'zining bahasini kirgan bahasini to'l sotamiz degan ifodalab qo'ygan gap. Yana birisi sold deb yozib qo'ydi. Ba'zi mahsulotlarga sold deb yozib qo'ydi. U ma'nosi o'tgan zaman shakli sold, settled bo'ldi degan gap. Settled bo'ldi.
Sen Huawei'nin şirketlerininki Huawei'ninkini Taoba'dan körep baksanızda nurgun kompüterlerini. Aşna solda bezip koyucu abayda. Setilip oldu. Emniyettelik Amerika nurgun nimeler çekigenlikin anda setilmay kalan. Sales reps diyen çoğunlar reps. Yani sales reps deyince satıkçı deyince. Satıkçı. Bununki employees'le ikisinin farkı var deyince. Employees dediğimiz muhim işhamda taraf hizmet kıldı. Mas sales deyilçi aslında talla bazar kirsanlar keyin tirbide maxsus işhamda işleri qalaba. Ular malni kirgizib, qanchalik mal kirgizganligini, qanchalik qilganligini şirket aşağıda o işhamda turib chiqirib turdi deyinge. Yollab turdi baş şirketga. Baş şirketin gene malni yollab turdi. Yani mas sales reps deyince bu satıkçılar. Faqat kompüterni oldi turib mal reji dep koydu ma yapmışdı. Şunu aldı turib Malik xodimlar